Har kuni Baxtigul tong yorishmasdan burun bolalaridan xabar olishga oshiqadi. Ijaradagi og'ir sharoit unga bemalol yuvinib, taranib olishga ham imkoniyat bermaydi. Shaharning u chetidan bu chetiga qo'rquv bilan ancha yo'lni piyoda bosib keladi. Otalari bilan uning ikkinchi xotini uyquda yotganida Baxtigulni kelishiga bolalari ham ko'nikib qolganlar. Onalari kundalik topgan pullarini ularga non-choy uchun tashlab ketish ham odat tushiga kirib qolgan. Baxtigulning eri boshqa ayolga uylanib, uni 4 bolasi bilan tashlab ketganiga ham 10 yil bo'lay deb qoldi. Eri ulardan butunlay yuz o'girdi. Ular yashab turgan 4 xonali kvartirani ham turli hiyla-nayranglar ishlatib, ikkinchi xotinning nomiga o'tkazib oldi. Baxtigulni bolalari bilan birga uyning ro'yxatidan o'chirib tashladi. Ko'p yillik sarson sargardonlikdan so'ng Baxtigul bu uyda o'zi va bolalarining ham haqqi borligini isbotlashga erishdi. Uyning 2 xonasini sud orqali qaytarib oldi. Bundan norozi bo'lgan er va uning ikkinchi ayoli Baxtigul va uning bolalariga ruhiy hamda jismoniy tazyiq o'tkazishga o'tdilar. Baxtigul ishlab turgan maktablarga borib, uni fohishadan olib fohishaga soldilar. Bu isnodlarga chiday olmasdan Baxtigul ishdan bo'shab ketdi. Undan keyin ham qayerga ishga joylashmasin, kundoshi uni ta'qib etaverdi. Oxir oqibat bolalarining tinchligini o'ylab ijara uyda yashay boshladi. O'zi uchun har qancha or deb bilmasin, Mardikor bozoriga ishga chiqishga majbur bo'ldi. O'sha yerda ish kutib o'tirib charchab ezilib ketamiz. Undan ko'ra bir yerda ozgina bo'lsa ham ishlab kelsak mayli deymizda, kechgacha ba'zida o'tiramiz, 7gacha ham noumid shayton deb ba'zida ish kelib qolar deb o'tiraveramiz ko'pincha. Ishsiz qolganimizdan keyin 300 so'm kvartiraga to'lashimizni o'ylaymiz kechqurunga. Obed qilmay o'tiramiz, qornimiz ochib ketganda bitta non olib kelib, shunda ham hali nonni arzon 75 so'mligini olib kelamizda, suv olib kelib shu bilan yeb o'tiramiz. Ovqat pishirishlarimizga kelganda bu oshxonamiz bilan hojatxonamiz bitta yerda ko'rsatilgan, unda ko'nglim tortib ovqat qilgim kelmaydi. Ayollar o'sha yuvinayotgan bo'lsa, tahorat qilayotgan bo'lsa, bu yoqda erkak kishi ovqat qilayotganiga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun ovqat qilishga ham sharoitimiz juda ham qiyin. Mana shu xonada biz turamiz, kattagina xona. 5 ta, 6 taga mo'ljallangan, asosan 10 ta, 15 ta bo'lib ketamiz ko'pincha. Bu xonada ayollar bir-birimizni oyog'imizga o'tib turadi. 2 qator bo'lib yotishga majbur bo'lamiz. Keyin kechqurunda kelganimizda xonalarimiz nihoyatda sasib, isib ketadi. Derazalarimizda oynalari yo'q, unga latta-putalar ba'zi to'sib qo'yamiz, ya gazeta ya bir narsa to'sib qo'yamiz. Ana ikki o'rtada erkaklar bilan biz o'rtamizda bitta teshik bo'lib, pechka o'sha yerda qishda pechka yoz paytlarida o'sha teshik bo'ladi-da. Ya'ni uyda mashxonada bo'layotgan har bir harakat, har bir anaqa kiyim almashtirish bormi, boshqami erkaklar ko'rib turadi-da, agar o'sha yerda bo'lsa. Biror narsa yeydigan bo'lsa, yo po'choq, yo bir baligi ichib, chekib tashlanadi. Shular nos chekilganda ham hammasini baligini namatlarda tagiga, bo'lmasam derazalarda, podokoliklariga tuflab tashlashadi-da ayollar ham. Endi tashqariga tuflab ya tashlaydigan bo'lsa, pastki tashqari tomonda erkaklar yotishadi. Burga chaqadi, ko'p ayollarimiz shunaqasi vaqtida endi yuvinib tarana olmagani uchun bu sochlarini bitib bosib ketganda, haligini o'sha yostiqqa, o'sha paxtasi uvadasi chiqib ketgan yostiqqa yotib turgandan keyin albatta sochidagi yostiqqa o'tadi. Ertasiga lekin boshqa odam yotsa, lekin unga yo'qadi. Shunaqa qilib bir kecha yotib ketadi kelgan odam, lekin ancha-muncha narsani
olib ketadi-da. Tozaroq odam bo'lsa bitta olib ketadi, yo bitta bor odam kelgan bo'lsa bittani tashlab ketadi. Og'ir ishligimi, yengil ishmi bilmay turib, men boraman dedim. Bu yerga borgandan keyin men o'ladigan odam yo'q, hali og'ir ish bo'lsa ham o'sha 1000 so'mga qilishingizga to'g'ri keladi. Agar men yoqda turib, nima ish, qanaqa ish, kir yuvishmi, uy tozalashmi, oyna artishmi, unga qarab baholashib olsangiz, ozgina bizni ham qadrimiz ko'tariladi. Ha, munchaga borar ekanda bular degan tushuncha paydo bo'ladi. Men boray qilaveramiz, shu bilan ketib olsa bo'ldi deymiz. Ishimizning narxi ham tushib ketadi, o'zimizga qiyinchilik tug'diramiz mana shu bilan. Mana ishga boramiz, yosh bolalar olib ketishadi. Ishga olib ketadi. Yoshimizga qarashmaydi. Bezrayib, nima bo'pti, ayol kishisiz, ham ishimizni qilib bering, ham anaqangizni qilib bering deb turishadi. Shunaqa joylarda ishimizni ham qilmaymiz, u ayol bilan damam olishga olib ketishadi, aldab olib ketishadi ko'pincha. Uydan chiqib olamiz-ku, lekin shu kuningdan beri ko'ra o'lganing nimaga yaxshi deb degan xayollarga boraman-da shu paytda. O'zing oldin kim bo'lding, endi kimni anaqasiga tushib qolding degan xayollarga boraman. Biz ko'p hollarda olib ketadigan odamlar shu oila uydagilardan bekitishib, haligi yaqinlardan bekitib, oila a'zolaridan bekitib, haligi yaxshi joyga emas, yomon joylarga borishadi. Salomatning taqdiri Baxtigulnikiga o'xshab ketadi. Uning ham eri boshqa ayolga elakishib qolgach, unga fohishalardek munosabat qila boshladi. U istamagan shaklda jinsiy yaqinliklar qilishni talab qildi. Salomat o'z oilasini saqlab qolish uchun eriga ikkinchi ayolga uylanishga ham rozilik berdi. Bu yo'ldan ham biror natija chiqmagach, oxir-oqibat yashab turgan uyi va 2 farzandini tashlab Boshoqqan tomonga yo'l oldi. Taqdir uni Mardikor bozoriga keltirib tashladi. Fohishalik bu yerda uning qismatiga aylandi. Masalan, qurilishi endi tugallanmagan, endi qurilish joylariga, endi qurilish ketayotgan joylarga olib borishadi. Yaling joylar, bunaqa nima suvlarni bo'ylari, daryolarda bunaqa nimalarni aralarni bo'ylariga olib borishadi. Shunday yotasan yerda, yotamiz, yotdik 1-2 yoshning bo'lgan. Pushaklar orqalariga kirib ketadi. Shu yerda zo'rlaydi, shu yerda qo'yib yubor deyishdi, kuchim yetmaganda 1-2 marta bo'lganida. Ko'p hollarda qurilishga borsak, o'sha qurilish materiallari, karton, bular bo'lsa, o'shalar solinadi. Ko'p hollarda o'sha yerda o'zida yotishga majbur bo'lasiz. Bu yerda endi hozir har xil muhitlarga tushyapman. Tushamiz, bitta men emas, ko'pchilik ayollar shunaqa bo'lishga majbur bo'lyapti. Ba'zi insonlar bor, kelib ish deb aldab olib ketib, qayerda yo'q vayrona qurilishlarga olib borib zo'rlaydi, vahshiyona zo'rlaydi. Ba'zi insonlar bor, suv bo'ylariga, dalalarga olib borib o'sha ishni qilishadi-da, o'zlari o'sha qondirish maqsadida vahshiylar qilishadi. Hatto oldinga olmasang, orqangga bermasang, orqang bilan bermasang, kallingni uzib so'yib ketaman deydi. Qo'rqaningdan majbur bo'lib, shu muhitlarga tushib qolasiz, jon shirin tuyulib. Endi baribir dabdurustdan o'limga bo'ysunib rozi bo'lish oson masala emas. Shunday o'ylayman-da. O'sha oilamda erim bilan birga yurgan paytlarimda u kishi shu narsalarni men ustimdan qilmoqchi bo'lganda rozi bo'lib qo'ya qolganim yaxshimidiki, shu kunlarni ko'rmasmidim deb o'ylab juda afsuslanib ketaman, yuragim og'riydi. Endi hozirgi paytda mening o'zi asosiy maqsadim halol pul topish edi, boshdagi niyatlarim, orzularim. Masalan, o'sha niyat orzularim amalga oshmadi, hammasi teskari ketdi-da hozir. Hozir endi to'g'risi shahvat yo'liga kirib qoldim. Shu erkaklarni nimasini qondirib, o'sha orqali mablag' topish kuyiga tushib qolganman. Tirikchilik tashvishida o'zbek ayolining ostona xatlab ko'chaga chiqishi qadimdan katta gunoh hisoblangan. Er hamisha ro'zg'orbosh hisoblangan.
Biroq zamonlar o'zgarib, bu qonunlar hozirgi hayotning jiddiy sinovlariga dosh bera olmay qoldi. Avvallari kunora, choyxona palov yeb, maishat qilib yurgan ba'zi erkaklar endi ro'zg'or tebratishning ilojini topolmay yurishibdi. Ular ayollarning boshqa yurtlarga ish izlab ketishiga qarshilik ko'rsatishga ham ojizlar. Endi avval ketgandan keyin uydagi ishlar hammasi men bo'limga qoladida misolga. Bolalarni boqish kerak, to'ydish kerak, misol yaqin maktabga jo'natish kerak. Ular kishini chegaradan o'tkazishga ham oson, kam hamma yerda bu bitta bizning nomimizda emas, chet eldan yoqqa o'tayotganda ham ayollarni kam tekshiradi. Bu bor narsa. Erkak kishi o'tadigan bo'lsa ko'p tekshiradi. Yonida pulingiz bo'lsa olib qo'yadi. Olib qo'ymasa ham shu majbur qiladi, shunday mablag' to'lash, majbur bo'lasiz to'lashga. Yoningizda. Pulni bolalarga berish kerakmi yo ularga to'lash kerakmi? Sizga bordim. Borib tushdik. Shu 10 minut tursa ikkitamiz ushardi. Aka farqli ko'ramiz, ko'rsatdik. Uylarda akil to'y bo'lib tarbiyalarga tekshirdi ponni. Bitta yengi hamma yengsa biz shuni bola chaqam bor esa tashlab qo'ydi. Ular qo'ygan men ona kim pul bordi. 2,5 ming so'm oldik şimdi. Shu bilan Masalın diye bu devre kadar çocuğun varamızı biz koktu. Biz koktu da kaçıp pul verdi namaz çıkıp kaçıp geldi. Şunlar yok, rasiga Türkiye'de başka böyle bizge mağara yok. Hazır donlar nime bakaz? Altı toğum var. Başka yerde sanıyorlar. Altı sanmıyordu. 5-4 falan var. Savdo sotiqdan deb olganimizda savdo sotiq. Yoki bir misol uchun balki non puli sotayotgan bo'lishi mumkin. Yoki pirojki puli sotayotgan bo'lishi mumkin. Yo bir o'zbek mini taomlardan lag'mon qilib sotayotgan boshqalardan boshqalar. Boshqa qilib sotayotgan bo'lishi mumkin. Mana yana bitta narsani aytaydi qolaga. Eri bor, boshqasi bor. Oila ham yetarli. O'sha naqa ayollar ham bor. Buni hamma ko'rib turibdi. Hayotda bo'lyapti. Boshqasi bilan nima qiladi? Ketib qolgan. O'z ana shunaqa ayollarni hurmat qilaman. Lekin yetishmovchilikdan asha yo'lga yurib ketgan ayollar ham borda. O'zimiz kelishib turib, ayol kishiga yo'l ochiqroq bo'lgani uchun borishlayapti. Bir xatda buni telefonga gaplashib turamiz. Aytdim, osh keldi. Nerede? Kunlardan bir kun bir yigit keldi-da, do'sti bilan shunaqa dedi, ish bor bizda. Idishda oyugani kafega bir kecha o'tkazishyapti, to'y dedi, shunga o'tkazish jarayonida idishda oyub, hamma yo'q tozalab bersanglar, shunaqa qancha berasiz deb biz so'radik. Keyin 2000 dan beraman dedi. Kam pichoq qo'shing, kechasi kech qolamizmi desak, shu 11-12larda tugaydi-da, ish keyinchalik yana cho'zilib ketsa, o'zimiz olib kelib qo'yamiz, taksi kira qilib, hech xijolat bo'lmanglar deb ashni dedi. Keyin bitta qizcha bor edi yonimda, yoshgina edi. Bechora qizcha, qiz bola edi, yaxshi qiz edi. Keyin u bilan birga opa dedi, men siz bilan ishga boraman, siz rosa yaxshi ko'raman, yaxshi opasizki deb yurardi doim. Men bilan opa, o'zim opamsiz, o'zim opamdek ko'raman deb yurardi. Mayli yuraqa bo'lmasa, o'zim yonimda olib borib kelaman deb o'ylabman. Men ham ularni yomon niyatli insonliklarini qayerdan bilay? Borib o'sha yerda endi to'y boshlangan ekan, idish tovoqni yig'ib olib kelib yuvdik. Ancha to'y tarqadi, kech bo'lib ketdi. To'y tarqalish jarayoniga kelib qoldi. Oxirida stullarni ichkariga tashib, yig'ishtirib artib bo'lganimizdan keyin haligi bolalar haligi bola dedi, pullaringni beraman. Faqat bir ish bor dedi, bitta semizga. Yurib turib, qanaqa ishkan ekan, meni o'zimga ayting, ketsak bo'ladimi? Endi kelishilgan narxni berasizmi deb aytsam, keyin bir mahal aytdi, meni sizda dedi ishim bor. Shunaqa dedi, hali uylanganim yo'q dedi, endi uylanish niyatim bor dedi. Uylanish jarayonida praktika qilib olmoqchiman, praktika qilib turibman, praktika qilib o'zimni shu hayotga tayyorlayapman dedi. Nima deyapti-ki bu? Qanaqa praktika qilishi mumkin bu? Deb keyin haligi joyda ko'ygan qilaman dedi-da, axir. Nima deyapsiz? Nima gapingiz bo'lsa menga gapiring. U yonimdagi qiz, u sherigim qiz bola, hali u qizcha.
deyishimni bilaman, qizmi pizmi meni ishim yo'q, meni qiziqtirmaydi dedi-da yopishib ketishdi. Keyin ikkitasi menga yopishdi, bir ikkitasi u qizga yopishdi. U qiz dod deb baqirib, nimalar bo'lyapti, nima bo'lyapti o'zi opa deb baqirdi. Keyin qo'yvoringlar deb men baqirdim. Haligi joyda g'alag'ovur to'paling bo'lib ketdi. Joyda ikkitasi meni ko'yniklarimni tortib yirtib, to'g'risi ko'ynigim yirtildi, yengimni uzib oldi, yerga tushdi. O qizni ham hamma ustini yechib olishdi-da, to'g'risi to'g'ri kelgan joyiga qarab shu avratlarini nima qilib ketishdi. O qizni shu boshiga bir ikki qattiq urib o'rganda, voy dod, voy dada, voy oyi deb baqirganini eshitdim. Keyin umuman harom yotishdi-da, odamni shu darajada vahshiy bo'lib, shu darajada itlarcha, hayvonlarcha muloqotda bo'lishini o'shunda birinchi marta to'g'risi ko'rdim-da. Bu narsalar ular juda boyvacha ko'rinishidan juda qo'pol bolalarda, ularda ustidan bir nima qilgani to'g'risi qo'rqdim-da men o'zim. Juda qo'rqdim, hech nima qila olmadim. Oldinlari yangi kelgan paytlarimda bolalarimni juda ko'p eslardim. Har daqiqada suratlari yonimda yuradi, olib ularga termulib, qarab, o'pib bag'rimga bosgandek bosib, qandaydir yayrardim-da, ularni ko'rib, o'shalar uchun kurashib yashab, o'shalarga intilib, o'shalarni birga bo'lish umid maqsadida ish olib borayotganimni o'zim his qilardim-da. Hozir bo'lsa aksincha bo'lib qoldi-da. Qandaydir ularga nisbatan menda beparvolik, loqaydlik sezila boshlandi. Hozir suratlarimni 3-4 kunlab qo'limga olmayman. Kimdir eslatadi, yo biron yerga borsam, biron bolani ko'rsam esimga tushadi. Keyin olib, meni bolam bor edi deb eslayman. Hatto esimdan ham uzoq bo'lib ketishyapti bu yo'lda. Bu ketishimdan nazarimda u orzu umidlardan butunlay mahrum bo'lib, hayotimdan ham mahrum bo'laman shekilli. Hammasi puch yong'oqqa o'xshaydi. Puchga chiqayotganga o'xshaydi-da. Bu ketishimda o'zimni o'ldirib qo'yishdan ham toymayman. Kechalari mana shu o'ylab yotaman. Bolalarim bu yoqda o'qib qo'ymadimikin? Yo bolam ko'chadan kirmay qoldimikin, turgizmay qo'ydimikin, ko'chada qolib ketdimikin degan narsalarni o'ylab o'tiraman. Bolalarimni rangiga qarab turib, shularni chiqib yo'qotib qo'ymasmikinman, yo bu ham ta'sirlab kasal bo'lib o'lib qolmasmikin degan qo'rquvda yashayman hammasi. Agar shu haligi bo'lsa, bularni hayotini men o'zim barbod qilgan bo'laman. Shunisidan dahshatga tushib yashayman-da. Hamma narsamda ko'mib bo'ldim, hamma narsamda. Endi bolalarimni baxtli ko'rishda orzuyim, faqat istagim, orzuyim.